Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Damas speedometer trosini alishtirishni hozir birgalikda o'rganamiz. O'zim mashinamda speedometer tros uzilib qoldi. To'g'risini aytsam YouTube'dan ko'rib topa olmadim. Shuning uchun hammaga foydali bo'lishi uchun o'zim sizlarga video qilyapman. Birinchi navbatda tabonni yechib olishingiz kerak. Hammasi ответственный bo'ladi. Endi men hozir o'zimga qulay bo'lsa shu poyverda foydalanyapman. Uy sharoitida cherkada shug'ullansanglar ham bo'ladi. Tak, boshlaylik. Bismillah. Olsam jigar? Olur. Ko'rgan odamlar rahmat aka, joningiz sog' bo'lsin. O'rgandim deb yozadi kommentariyaga. Yo'q. Qarnim to'q. Akalar ko'rishingiz mumkin. Yechib oldik. Chiqarib olsak bo'ladi, xudo xolasa. Tabonni yechib oldik. Mana bu speedometer tros bo'ladi. Xuddi shu. Endi sizlarga oson bo'lishi uchun sразу yechib, sразу ortqa ma ketin yengisini qo'yib ketsanglar oson bo'ladi. Hozir shuni alishtiramiz. O'rtoqlar, namazimizni tablo qismini yechib oldik. Trosimizni bosh tarafi, mana bu tek taraf bo'ladi. Korobkaga kirgan joyi 10 kulch bilan yechiladi. Mana bu hozir 10 kulch bilan yechiladi. Xuddi shuni yechamiz. Mana yechib oldik. Mana bu просто tak sug'uriladi. Yengisini ham xuddi shu joyga tiqib qo'yamizki, qo'ygan, yechgan joylarni yaxshilab eslab qolinglar, xuddi o'sha joyga qotirib qo'ysanglar bo'ldi, xudo xolasa. Mana eski trosni yechib olamiz, xudo xolasa. Hozir xuddi shu joydan o'z o'rniga yangisini qotirib qo'yamiz. Shuni yaxshilab kuzatib turinglar. Mana bu yengil speedometer tros. Bizda narxi 60 ming, endi boshqa joylarda o'zgina narx jihatdan farq bo'lishi mumkin. Mana o'rtoqlar. Sekin tushirib olamiz. Mana o'rtoqlar, yangi tros tortib keldik. Keyin o'zim joyiga xotirib qo'yamiz. Mana hurmatli do'stlar, speedometer trosni ham almashtirib qo'ydik. Xudo xolasa, videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Kommentariyada o'zingizni qiynayotgan muammoni yozing. Xudo xolasa uni ham video qilib o'rgatishga harakat qilamiz. Joningiz sog' bo'lsin.